Buxoroda zamonaviy media sohasiga qiziquvchi yoshlar uchun Yosh mobilograflar maktabining 2-mavsumi o'z faoliyatini boshladi. Mazkur loyiha doirasida ishtirokchilar mobil qurilmalar orqali sifatli kontent yaratish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Shuningdek, darslar davomida video montaj, dron boshqaruvi va tasvirga olish, shuningdek sun'iy intellekt yordamida kontent tayyorlash bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarga ham ega bo'lishyapti. Darslarimiz qisqartirilgan 10 kun davomida bo'lib o'tadi viloyatlarda va o'sha 10 kun davomida bo'lib o'tadigan darslarga 1 oylik mobilografiya resurslari sig'dirilgan. Ya'ni siz 1 oylik kursni 10 kunda o'rganishingiz mumkin bemalol. Buxorolik yoshlar bilan Buxoroning turli xil chiroyli joylariga bordik, tarixiy obidalarni amaliyot jarayonida chiroyli videolar qildik va ko'rib turganlaringizdek, hozir ham biz mana ekspozitsiya bilan ishlamoqdamiz. Umuman mobilografiyaga umuman tushunchasi bo'lmagan yoshlar ham kelishadi. Shu bilan birgalikda darajasi nechidir oylik yokida nechidir yillar davomida tajribaga ega bo'lgan mobilograflar ham bizning darsimizga kelishadi. Ular tajriba orttirib ketishadi. 0 darajadagilar bo'lsa, yaxshigina darajada bilimlarga ega bo'lishadi va o'shani amaliyotga ham tatbiq eta olishadi. Mana 2025-yil oxirlarida bu loyihaga start berilgan bo'lsa, hozir 1,5 mingtadan oshiq o'quvchilarimiz bor bizani. Mashg'ulotlar sohada katta tajribaga ega mobilograf va videograflar tomonidan olib borilmoqda. Nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar bilan mustahkamlanib, ishtirokchilar zamonaviy media mahsulotlarini mustaqil yaratish ko'nikmasiga ega bo'lishyapti. Zamonaviy kasblardan biri mobilografiya kursiga qiziqayotgan edim va bu soha hozir rivojlanib ketayotganligi uchun biz bu sohaga o'qishni qaror qildik va bu kurslar ozgina qimmatligi bo'lgani uchun bizga shunaqa sharoit yoshlar agentligi, kontent markazi bizga shunaqa sharoit yaratib berdilarki, o'quvchilar uchun bepul kurslarni tashkil qilib berdilar. Va biz hozir shundan yaxshigina foydalanib, bu yerda o'qib, 10 kun davomida 25 dan ortiq tengdoshlarimiz bilan birgalikda o'qib, tahsil olyapmiz. Kadrlarni qanday olishni, kompozitsiyalarni, qanaqa kadrlar olishni va odamlar bilan qanaqa syomka qilishni o'rgandik. Mazkur loyiha yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va media sohasidagi bilimlarni oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.